Hayotimizni osonlashtirgan top yeguliklar bu albatta tayyor mahsulotlar. Bugun ham sizlarga shunaqa tayyor mahsulotlarni oson retsept o'rgataman. Buning uchun tayyor lavash xamirlarini shunaqa kesib, uchiga suv bilan o'rab olamiz. Shunaqa cho'p kerak bo'ladi. Hammasini o'rab olgandan keyin GXY'ning taplon maslari Samiya brendinikidan foydalandim va sizlarga ham tavsiya qilaman. Doimo foydalanaman, sababi juda ham to'yimli va hidi unaqa yomon hid kelmaydi, durdona hidi keladi. Shuning uchun sizlar ham foydalanib ko'ringlar. 3-4 minutda shunaqa qip-qizil qolgandan keyin ikkita piyozni to'g'raymiz, skalatkaga solib, buni ham qovuramiz va buni qovurgandan keyin ustidan 250 gram qiyma ham solamiz. Menimcha bu turklar ovqati, yana bilmadim, lekin topimdan chiqarib mani pishir degan uchun pishirib ko'rishga qaror qildim. Yaxshilab piyoz qizartirib olgandan keyin qiymalarni solamiz, qiymalarni ham qizartiramiz. Ustiga ozgina tuz va ozgina suv solib, pasaytirib 15 minutga dimlab qo'yamiz va chiroyli qilib podacha qilib tortamiz. Qanaqa tortish o'zingizlarning xohishinglar. Men shunaqa qiymalarni soldim va yoniga ustiga Samiya brendining smetanalaridan foydalandim. Smetanasi juda ham quyuq, juda ham shirin. Albatta sizlar ham shunaqa tayyorlab ko'ringlar. Hayotgan Samiya brendining narsalarini sizlar korzinkadan, katta do'konlardan, makrolardan bemalol topsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.